agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, u zot ham sizlarga yordam berur va jang maydonida qadamlaringizni sobit barqaror qilur. Muhammad surasi. Rasululloh Badrga yaqin kelib, shimolda to'xtadi. Udvatul dunyo. Quraysh esa Badrning janubiga kelib to'xtadi. Udvatul quswa. Bular hammasi Badr mintaqasida. Abu Sufyon o'zining daholigidan Badrga yurmasdan Badrda aylanib o'tib ketdi. Uchala jamoat kimisi qayerda turganligini bir-biri haqida xabarga ega emas. Musulmonlar shimolda, mushriklar janubda, karvon bo'lsa umuman hech kim bilmaydigan boshqa yo'l bilan o'tib ketgan. Alloh taolo aytadi: "O'shanda sizlar Madinaga yaqinroq tarafda, ular ya'ni mushriklar yiroqroq tarafda, otliqlar ya'ni karvon esa sizlardan quyiroq dengiz sohili bo'lib ketmoqda edi. Agar mushriklar bilan jang qilish uchun avvaldan va'dalashilganlaringizda biron muayyan vaqtga kelisha olmagan bo'lardingiz. Agar ittifoq qilishganda uchrasha olmasdi bular. Endi bu g'azotni Alloh taolo o'zi tadbir qildi. Payg'ambarimiz Qurayshdan xabar topib kelishligi uchun, karvondan xabar topib kelishligi uchun Sa'd ibn Abi Waqqos, Ali ibn Abi Talib hamda Zubayr ibn Avvomlarni yubordi. Bu sahobalar Badrga kelishganida Quraysh qo'shinidan ikkita bola suv olgani kelgan edi. Haligilarni tutib olib kelib, musulmonlar muoskariga qo'yib qo'yishdi. Rasululloh namoz o'qiyotganda bu ikkovini so'roq qilishni boshladi. Sahobalar bu ikkovi boladan so'rayapti: "Kimsizlar?" "Falonchi, falonchi." "Qayerdansizlar?" "Makkadanmiz." "Kim bilan keldinglar?" "Quraysh qo'shini bilan." Aytdi-ku, sahobalarning ba'zilari karvonda qolyapti. "Yo'q, yolg'on gapirishdik. Senlar Abu Sufyonning karvonidansan." Urushni boshlash. "Yo'q, Allohga qasam biz Quraysh qo'shini bilan." Oxiri uraverganligidan kaltadan qutulish uchun aytgan, "Bo'pti" dedi. "Bo'pti, biz o'sha Quraysh karvondamiz" dedi. Ini tek qo'yishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozini o'qib bo'lganlardan keyin subhanalloh, sizlarga to'g'risini aytsa urdinglar. Yolg'on gapirsa holi qo'ydilarmi? Bularning bari musulmonlar karvonni umidida ekanligiga bitta dalil hisoblanadi. Abu Sufyon qochib ketdi. Karvon omonda, mushriklarning qo'shini orqa tomoniga o'tib olgan, odam jo'natdi. Bo'ldi, karvon qutuldi, qaytaveringlar. Elchi mushriklarning qo'shiniga kelib xabarni aytdi. Endi Quraysh nima uchun kelgan edi bu yerga? Karvonni himoya qilganimi? Karvon qutuldi. Quraysh qo'shini orasida orqaga qaytamiz degan gap tarqadi. Banu Zuhraliklar, Banu Zuhra urug'i biz karvonni himoya qilgani kelgan edik. Karvon qutuldi, qaytamiz dedi. Birorta kishi qatnashmadi. Banu Hoshim urug'ining kofirlari ham mol uchun kelgan edi. Ular ham qaytishga taraddudga tushdi. Ba'zi kishilar qoldi Banu Hoshim. Chunki Banu Hoshim urug'i Qurayshni tashab ketdi degan gap bo'lmasin deb ozgina odam qolganda, shulardan bittasi Abbos ibn Abdul Muttalib ham qolgan edi. Hakim ibn Hizom Quraysh sayyidlaridan Utba ibn Robiya kelib aytdiki: "Ey Utba, jang qilishlikka nima hojat bor? Mollarimizni qutqarish uchun kelgan edik, mollarimiz omonda. Agar hozir urushsak, kim bilan urushamiz? O'zimizning qarindoshlarimiz bilanmi? Birimiz ikkinchimiz akamiz, ukamizni o'ldirib, Makka ga qaytib borib turib, "Mana meni akam o'ldirdi, mana meni inim o'ldirdi" deb yomon ko'ramizmi? Bu jangda bizga hojati yo'q. Buyur, odamlar ortiga qaytsin. Bir yaxshilik qilgin" dedi. Utba bu gapga rozi bo'lib, "Ey odamlar" dedi Utba. "Mollarimizni qutqarish uchun kelgan edik, mollarimiz omonda. Ortimizga qaytamiz." Shu bilan urush to'xtagan bo'ldi. Odamlar qaytishga harakat qilib borishdi. Abu Jahl bu narsani xohlamasin. Abu Jahl bu urush bo'lishini xohlaydi. Makkada yagona bitta boshliq bo'lgan emas. Sayyidlar boshqa. Unisi ham boshliq bo'lishni xohlaydi, bu ham boshliq bo'lishni xohlaydi, lekin yagona bitta bir itoatdagi boshliq yo'q. Mana shu fursat odamlar qaytaylikmi, qolaylikmi deb ikkilanayotganda, shunday bir shijoat bilan chiqsam, men boshliq bo'laman deb fursat ekanligini bildida, odamlarga aytdiki, qaytmaymiz dedi. Allohga qasam qaytmaymiz. 3 kun turamiz. Jonliq so'yib yeymiz, sharob ichamiz. Butun arab qabilalari Qurayshning qanday izzat, quvvati borligini ko'rib qo'ysin. Qaytmaymiz dedi. Lekin odamlar qaytishda harakatini ko'rib turib, Abu Jahl Al-Amr al-Hazramiyni chaqirdi. Avvalgi darslarimizda aytdik, Amir al-Hadramiyni o'g'li Amr Hadramiy
Abdulloh ibn Jahsh sariyasida nayza bilan otib o'ldirilgan edi. Birinchi islomda qatl qilingan kishi mushriklar. Abu Jahl aytdiki: "Ey Amir," dedi. "Seni o'g'lingni qasosini olmasdan Quraysh tashab ketyapti, musulmonlar bilan urushmasdan." Dedi. Ali Amir al-Hadramiy noqulay ahvolga tushib qoldi. Qanday qilib uni o'g'lini qasosini olmasdan qaytishadi? O'zini yerga urilgandek his qildi-da, qo'shinning o'rtasiga borib yerga o'tirib olib turib, boshiga tuproq sochib, "Voy o'g'lim Amir, voy o'g'lim, seni qasosingni olmasdan tashab ketishyapti Qurayshliklar. Ey Quraysh, agar sizlarni bolanglarni qasosini olish kerak bo'lsa, men sizlarni tashab ketmas edim" dedi. Quraysh noqulay ahvolga tushib qoldi. Chunki o'zini urug'idan bo'lgan bir kishini qasosini olmasdan tashlab ketishlik haqiqatan ularga ayb hisoblanadi. Odamlar ketishga talab qilganlari ham mana shu Abu Jahlning shu qilgan hiylasidan keyin Badrda qolishlikka majbur bo'lishdi. Hali shu vaqtgacha Quraysh musulmonlarda qayerdaligini bilishmas edi. Musulmonlar ham mushriklarning qo'shini qayerdaligidan xabari yo'q edi. Bir-biriga yaqin, lekin bilishmas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan xabar topib kelishlik uchun Badr mintaqasiga chiqdi. Shunda bir oqsoqol kishini Badr suvida o'tirganligini ko'rdilarda, u kishi kimsizlar deb so'raganida payg'ambarimiz: "Agar siz bizga so'ragan savollarimizga javob bersangiz, biz ham javob beramiz" dedi. U kishi so'rang dedi. Payg'ambarimiz Quraysh qo'shini haqida so'radi, o'zi haqida so'radi. U kishi aytdiki: "Menga xabar qilindiki, Quraysh qo'shini falon kuni chiqqan ekan, falon joyga falon kuni yetgan ekan. Agar menga xabar bergan odam to'g'ri aytgan bo'lsa, falon joyda" dedi-da, Qurayshlarda haqiqatan joylashib turgan tog'ning orqasidagi joyni ko'rsatdi. Muhammad Madinadan falon kuni chiqqanligi haqida bir kishi menga xabar yetkazdi. Falon kuni falon joyga kelgan ekan. Agar menga xabar yetkazgan odam to'g'ri aytgan bo'lsa, u falon joyda deb payg'ambarimizning qo'shini turgan joyda haqiqatan ko'rsatdi. Payg'ambarimiz karvonchi deb so'raganida u kishi aytdi: "Karvonda qayerdaligini bilmayman" dedi. Haqiqatan Abu Sufyon bu daholigidan hech kimga bildirmasdan karvonni omon olib qochib ketgan edi. Payg'ambarimiz so'ragan savolga bu kishi javob berib bo'ldi. Keyin "Qayerdan sizlar deb so'radi. Bu jang payti musulmonlar haqida, umuman qo'shin haqida bir ma'lumot berishlik bu to'g'ri emas, mumkin emas. Shuning uchun payg'ambarimiz u kishiga "Biz suvdanmiz" dedilarda ketib qoldilar. Haligi kishi qaysi suvdan, roji suvdanmi, qaysi suvdan deguncha payg'ambarimiz indamay ketib qoldi. Unga yolg'on ham gapirmadi, lekin so'ragan savoliga javob ham bermadi. Bu tavriya deyiladi. Shunga o'xshagan urush holatlarida ishlatilishlik joiz bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishining javoblaridan Qurayshning qo'shini yaqin ekanligini bildilarda, payg'ambarimiz udvatu dunyodan chiqib Badrga chodir tikishlikka buyurdi. Shunda Habbob ibn Munzir roziyallohu anhu kelib: "Ya Rasululloh, bu joy Alloh vahiy qildimi shu yerga tushing" deb, Alloh tomonidan vahiymi shu yerga tushishlik, agar shunday bo'lsa, bir qadam oldiga ham orqaga ham yurmaymiz, bajaramiz dedi. Yoki bu sizni ra'yingiz, fikringiz, urushdagi hiylangizmi deb so'radi. Rasululloh: "Bu mening fikrim" dedi. Habbob ibn Munzir aytdilar: "Unda bu joy to'g'ri joy emas." Nimaga deb payg'ambarimiz so'radi. Rasululloh: "Bu Badr mintaqasidagi eng yaxshi suvni oldiga to'xtaylik. Boshqa hududlarni ko'mib tashlaylik. Bizda suv bo'ladi, bularda suv bo'lmaydi." Payg'ambarimiz Habbob ibn Munzirning so'zini qabul qildi. Hamda u kishi aytgan joyga joylandi, boshqa hududlar ko'mildi. Shundan olinadigan kichkinagina bir ibratki aytib qo'yishligimiz kerak. Qo'shindagi oddiy bir askar o'zini qo'mondoniga kelib, qo'mondonini fikrga xilof bo'lgan fikrda aytishdan qo'rqmayapti. Ya'ni shundayki, rahbar bo'lgan, xo'jayin bo'lgan odamingizga u aytayotgan fikrga qarshi fikrda aytgani qo'rqasiz. Chunki yo mansabingizni olib tashlaydi, yo bir jazolar yoki qandaydir bir boshqa chorani qo'llaydi. Xo'jayinning fikri noto'g'riligini bilib turgan qo'l ostidagi kishilar ham boyagi jazodan qo'rqib turib fikrini aytishlikka jur'at qilmaydi. Hech qaysi odam har qancha aqlli bo'lsin, har qancha fikr mulohazali bo'lsin, ko'p o'qigan, ko'p bilgan bo'lsin,
atrofidagi odamlarning fikriga quloq solishlikdan kattalik qilmaslik kerak.